Olma. Size şu teklifleriniz zaman bu yılda az muammalar olup hatta başka muammalar vardı. Esa qiyinmaslik lekin shu tekliflar Büyükten böyle biz bahardan şu anki kaldıydı. O'shanga amaliy yordam qilishingizni so'raymiz deb biz. Endi xabaringiz bordir, qaror chiqdi. 180 o'rganish o'tkazdik. Bitta qarorning mazmun mohiyati shundan iboratki, qo'pol qilib aytganda borasan deyapti, bankirlarga, mutasaddilarga topshiriq ketyapti. Borasan, o'rganasan, aniq aytasan deyapti. Qani kelajagi bormi yo'qmi? Qo'pol qilib aytganda, qani yurib ketadimi, yurib ketmaydi. 3 ta zonaga bo'lasan deb. 3 ta rangi. Yashil, ya'ni yashilga tushgan teplitsalar muammo qilmagan, ekinlari zo'r, hisob raqamda pullarni aylantirgan, hammasi qo'pol qilib aytganda cho'tki. Sarig'i keyin. Sarig'i endi o'rtacha, bir muammoga kiradi, bir chiqadi, shunaqa. Qizil, uje bo'ldi, imkoniyat yo'q. Ekolmagan ham, hosil ham ololmagan, bir ikkitasini teplitsalari o'sha temir terseklar yo'q bo'lib ketgan, motorlar, kokozlari qurib qolgan, gidroponika bo'lsa. O'shanga shunaqa anaqaga bo'lganmiz. Men hozir bolalardan so'radim, nomi nima? Javlonbek Rayhon. Javlonbek Rayhon. Cho'kida keyin aniq so'radingmi, qaysi toifaga tushganligini? Respublikadan ham odam kelib o'rgangan, sariqqa tushirib. Endi u sariqqa betda tushirgani boshqa, u yoqda tahlil qilingani boshqa dedi. Cho'kida keyin Kumakov bilan gaplashasan. Bilasizmi Cho'katni? Otabekni departamentida boshqarma boshlig'i. Hozir joyida bilamiz. Nomi nima? Javlonbek Rayhon. Javlonbek Rayhonami? Cho'kidagi assalomu alaykum. Rahmat, Xudoga shukr. Akajon, Javlonbek Rayhoni degani bor ekan, Uchqo'rg'onda. Bir qaysi toifaga tushgan shundoq qarab bering. Javlonbek Rayhoni. Bo'ldi, хорошо. Ana shunday ko'rib bering. Uchqo'rg'on Namangan. Javlonbek Rayhoni. Tambe? Buni значит prolongatsiya qilaveramiz. Bo'ldi. Хорошо. Xo'p. Bo'ldi, shartlarni yetishadi. 10 kun ichida cho'zib olamiz. Sariq toifaga tushgan, lekin yashilmasdi. Yo'q, yashil bo'lishi ham mumkin-da, bizda mana hozir ish to'xtamagan. Ekib qo'yilgan, borib ko'rishdi, to'xtatganimiz yo'q. Judayliga botqoqqa botib qoldi debdi, yana hayotimiz to'xtamasdi. Endi jonga 15 yildan beri birinchi marta bo'ldi holat. Lekin yaxshi ishlab kelganmiz, vaqtida yopib, xodimlar bilishadi, yordam qilib turishgan shu paytgacha. Pomidor ekkanmiz, pomidor qurutmay. Gidroponikaga o'tkazganmiz biz. Kattami? Yo'q, 2 gektar. Yo, bo'ldi, sizniki mana Pomidor bodringdan qurutmayga o'tishda ozgina adashib qoldik-da. O'tgan yil o'tdik. O'zi ani Sirdaryolarda tekiga ekanmidi, bir payt ekandi. Men bir Sirdaryoga borganimda ko'ruvdim-da, yo'q, limonni tegiga ekkanmidi. Ishqilib qulupnayni alohida ekmaydi unda. Qulupnayni birdan tegiga ekadi. Sizniki alohida. Bitta tegisida bitta ekin bo'ladi endi. Boshqa ikkitasi ekilasa. Yo'q, ikkalovi men ko'rdim. Sirdaryodani qanaqa bor, oti nima?